O'zbekistonda 4 yil oldin davlat universitetlarini joy yetmaganligi tufayli juda ham ko'p OTMlar xususiylashib ketdi. Ya'niki частный universitetlar ochilib ko'payib ketishdi. Xususiy OTMlar bu juda ham ko'p yurtdoshlarimizga, juda ham ko'p ukalarimizga imkoniyat berdi. Vatandan ketmasdan o'zini davlatida o'qib, universitetlarni tugatib, diplom olish imkoniyatini yo'lga qo'yildi. Bu yaxshimi? Yaxshi. Endi hozir masalaga shu narsani global tushuntirib berishga harakat qilamiz. Davlatda 1,5 millionta bola maktab tugatadi. Davlat universitetlari ichida faqat 150 mingtaga joy bor xolos. Bu taxminiy raqamlar, haqiqatga yaqin. To есть bitta joyga 10 ta odam, 10 dan biri kira oladi. Davlat nima qildi? 4 yil oldin to'ldirib частный universitetlar ochib tashladi. Хорошо, отлично. 1,5 milliontaga hammaga joy bormi? Bor. Marhamat, kirib o'qib ta'lim olinglar. No, u 4 yil qarabsizki, o'tdi, tugadi. Endi ana shu 1,5 millionta xususiy universitetlarda ta'lim olgan yurtdoshlarimiz savodsiz yurtdoshlarimiz deb ayta olaman, chunki yangi ochgan universitet sizlarga kuchli ta'lim bermaydi. Bitta professor 5 ta universitetga ishga joylashib qo'ygan. Hammasi ichida yugurib yuradi. Darslar vaqtida bo'lmaydi, darslar chuqur bo'lmaydi. Har bitta xususiy ochilgan universitet texnicheskiy emas, hammasi gumanitarniy. Dizaynerlar, menejerlar, buxgalterlar, yuristlar, ijtimoiy tarmoqlarda ishlayotgan odamlar har xil gumanitar yo'nalishlarni to'ldirib tashadi. Juda ham ko'p ukalarimiz mana shu xususiy universitetlarda ta'lim olib, hozir diplom olib chiqishdi. Ota-onasining oxirgi pulini sarflab, o'sha diplomni olib, hozir katta umidlar qilib ishga kirishga harakat qiladi. Afsuski, o'shancha odamga ish yo'q. Bu muammo bilan Xitoy ham duch kelgan. Xitoyda bu muammo mana ekranda chiqdi nomi, mana shu nom bilan aytiladi. Bu sindrom, mana shu sindrom Xitoyni juda ham iqtisodiyotini orqaga surishga sabab bo'lgan. Chunki odam ko'p, diplom ko'p, ish yo'q. Bu nimaga olib keladi? Diplom inflyatsiyasiga olib keladi. Qisqasi yechimi bor. Siz o'qib ko'rdingiz, kontrakt to'lab, diplom oldingiz, hayotingiz o'zgarmadi. Boshqa davlatlarga chetga chiqishga qaror qildingiz. Обязательно bizga murojaat qiling. Biz sizga qanaqa yechim berishni точно bilamiz.